Yangi uylardagilar bunga o'xshagan pishgan g'ishtdan qilgan yaxshimi yo mana bunga o'xshagan gazoblokdanmi yo bunga o'xshagan paxsadan qilsa baquvvat chiqadimi yoki bunga o'xshagan pinablokdan qilsa mustahkam bo'ladimi? Fikrlaringni kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Undan tashqari biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, pinablok ishlab chiqarish biznes hamda gazoblok ishlab chiqarish biznes apparatlari sotilyapti ekan. Yevro kampirligi $900 dan O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishar ekan. Buning ichida qoliplari, mikseri, kompressori, gellari, bochkalari hamma narsasi ichida bo'ladi. Bunisiga o'rgatib ham qo'yishar ekan. Undan tashqari bu joyda gazoblok apparatimiz, mishalkasi, qoliplari, bochkalari, motorlari hamma narsasi bilan o'rgatib qo'yishi ham ichida $1,500 dan O'zbekiston bo'ylab mutlaqo tekin dastavka qilib berishaveradi. Oddiyroq xo'p, pinablok apparatimiz bor ekan. Bularning narxi $800 dan O'zbekiston bo'yicha dastavka, $700 ga vodiy bo'yicha dastavka qilib berishaver ekan. Buni ham bochkalari, ikkita qolibi, kompressori, hamma narsalar bor ekan. Kimga shunaqangi qoliplar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga borasizlar.